Salam qeyrindishim. Hazır anlaydıqınız Yalqın Rozining "Men nemişqa obzor yazaman" nomli kitobini e'lingan asar adiblar nima uchun pushaymon qiladi? Qadimki zamonda o'tgan mashhur faylasuf Sokrat haqiqatni bir odam so'zlaydi, fitna fasodni ming odam so'zlaydi degan ekan. Haqiqatning nupuzini qo'g'dash maydonida mustahkam turib darg'a esilgan Sokrat o'z zamondoshlari ichida haqiqatni so'zlagan sanoqli kishilarning biri hisoblandi. Uning Afina sotida so'zlagan chaqdagi jarangliq ovozi toki hozirgacha yangrab talay kishilarning qalbini larzaga solmoqda. Albatta, haqiqatlar ijozatsiz sayohat qiladigan qudratli kuchga ega. Men adabiyot ko'chisiga ishtiyoq bog'lagandan buyon o'qigan asarlarimda adiblarning haqiqat qarshiga va ideyaviy mavqesiga bakrak diqqat qilib keldim. Odatda adabiyot tarixida soxtalikni chinlik, razillikni go'zallik, qabihlikni mehribonlik deb tushunadigan yoki ularning farqini mujmal to'naydigan adiblar ko'p o'tgan. Shunga nurg'un adiblarning yozganlari tarixning siniqidan o'tolmay davr shamollarida to'zib tugagan. Biz insoniyatning adabiyot tarixiga haqiqat nazari bilan qaraydigan bo'lsak, har xil mavqedagi adiblarni, ya'ni haqiqat ustida tinimsiz izdangan izdinish ruhiga boy farosatlik adiblarni, haqiqat maydonida tavranmay tura olgan jasoratlik adiblarni, haqiqat uchun borlig'ini beg'ishlab tillarda doston bo'lgan o't yurak adiblarni, haqiqatdan bexabar holda yashab o'tgan olijuqu adiblarni, haqiqatni to'nigan, ammo uningga yaqinlashishga jur'at qilolmagan to'g'ri yurak adiblarni, haqiqatni qo'g'dashga har qachon tayyor turgan fidokor adiblarni, bir umr haqiqatni setib xajlab odatlangan hoyonkash adiblarni ko'ramiz. Har qaysi el adabiyotining osmonida nurani yulduzlardek charaqlab, o'ziga tikilgan jup-jup ko'zlarni qamashtirib etadigan adiblar dal tarixning rahimsizlik bilan tasqashlaridan bir-birlab o'tib, jahon ahlining o'rtaq e'tirofiga erishgan adiblardir. Bilish qonuniyati bo'yicha aytganda, bir odamning to'nishi tadrijiy cho'nqirilish jarayonini besib o'tadiganligi tabiiy ahvol. Biz har qanday bir adibning haqiqatni bilish jarayonini mushu qonuniyat bo'yicha ko'rsatamiz. Mushundaq ilmiy pozitsiya bo'yicha qaraganda diqqatimizni alohida tortadigani o'zining ijodiyat hayotidan, aniqroq aytganda haqiqat qarshidan pushaymon xarakterli xulosa chiqargan bir qism adiblardir. Butkul insonlarning bilishlari jarayonida, bir odamning barliq bilishlari jarayonida subyektiv bilan obyektivning tamoman mos birdek bo'lishini ishga oshirish mumkin emas. Sapsatidan qutulmoq tez. Latinlarning xatolashmaydigan odam yo'q. Xatolikda chin turib bilish qalboliq. Aqllar xatolashmaydiganlar emas, balki xatolashsa shu an tuzitadiganlardir deydigan hikmatli so'zi bor. Bir adibga nisbatan aytganda, ilgiriki ijodiyat yo'lidan pushaymon qilish qarmoqqa kishini o'kindiradi. Ammo cho'nqirroq kuzatsak, pushaymonlik tafakkur qilish mazkur kishining ideyaviy to'nishida, qimmat qarashida tubdan burilish bo'lganda, haqiqatni yangi boshdan cho'nqir tushunib yetganda ko'riladigan ijobiy sifat ekanligini bayqaymiz. Bir umr haqiqatni to'nish, tushunish baxtiga muyassar bo'lolmay o'tib ketgan va o'tib ketayotgan adiblarga selishtirganda, haqiqatni to'nish, tushunib yashash va haqiqat izlab ijodiyat bilan shug'ullanish bir adib uchun baxt ham yuqori ma'naviy safo hisoblandi. O'zining ijodiyat hayotidan pushaymon xarakterli xulosa chiqargan bu xildagi adiblar bizning milliy adabiyot tariximizda bor. Men 1980-yillardan buyon o'z adiblarimizning haqiqat qarishiga, ya'ni ularning asarlarida aks etgan chilliqqa, ularning haqiqatni so'zlash jasoratiga va haqiqatni izlash qizg'inligiga, qisqasi xalqimizning tarixiy kechirmishi va ijtimoiy realligiga munosabatlik haqiqat masalasidagi maydoniga bakrak diqqat qilib keldim. Ularning qalbida haqiqat bo'lsa-la, qalamida aks etmay qolmaydi.
Шуңа уларның сөз cümləri arasında misra köpliklərinin qat-qatlarında həqiqət durdanlarının бар yoxluğunu bəkrak zığırladım. Şu jarayonda bir qism adiblarimizning o'zlarining ijodiyat muddasi va mavqasidan pushaymon xarakterlik xulosa chiqarganligini his qildim. Shu yeri diqqat qilsazavarki, ular bu xildagi asarlarni 55 dan keyingi yosh bosqichida yozgan edi. Umumiy ma'nodan aytganda, qalamkashlarning umrlik ijodiyat muddasi va mavqasida burilish yozishi shubhisizki mazkur adibning ijodiyat hayotiga alohida qimmat bag'ishlaydi. 20-asr Uyg'ur adabiyoti tarixida ijodiyat bilan shug'ullangan, ammo oxirgi hisobda o'zining haqiqat qarashini chin ma'nosi bilan yengilab, o'zining ijodiyat hayotidan pushaymon xarakterli xulosa chiqargan adiblar ancha ko'p emas. Aslida haqiqatga bo'lgan herismanlik hissiyoti yo'q. Haqiqat ustida izlanishni odat qilmagan adiblar nima yozishdan qat'iy nazar haqiqat bilan munosibatsiz holda qaysi ko'chaning yeshil chirg'i yiqilsa nishonini shu yoqqa burab, og'ziga nima kelsa shuni yezib yashab ketaverdi. Ammo haqiqatga herisman, har vaqt haqiqatni tepishning, uni turli yo'llar orqali ifodalashning qo'yida bo'lgan adiblar haqiqatni topgan yoki yangi boshdan to'nigan chig'ida ideyada tamoman qasroq tashlab yep-yangi qiyofat bilan o'ttirg'a chiqadi. Bu xildagi adiblarimizdan mening bildiganlarimdan Nimshehid, Abdurahim O'tkir, Abdushukur Muhammad Emin, Ro'zi Said qatorliqlar bor. Shoir Nimshehid 1971-yil avgustda ona yurti Boyda umrining oxirida nihoyatda qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan chog'larda Peqirning Iqrori nomli esil she'rni yozib, o'zining ijtimoiy haqiqatni tamoman xato tushunib kelgan pushaymonini cho'nqur nadomat bilan aks ettirgan. Shoir Abdurahim O'tkir 1981-yili yeshi 58 ga ulashganda Hidoyatnoma, ya'ni bir ismi Umr haqida Muhammas nomli nodir she'rni ijod qilib, eng falsafaviy haqiqatni xato tushunib yashab kelganligini tan olgan. Shoir bu bir butun she'rini Umr manzilida topdim, nihoyat shu haqiqatni degan misralar bilan oxirlashtirib, o'zining samoviy haqiqatni yangi boshdan chin ma'nosi bilan to'nib yetganligini ifodalagan. Olim Abdushukur Muhammad Emin 1993-yili 60 yoshga to'lganligi munosabati bilan yozgan katta asri Umr talqinlarida o'zining 60 yoshda metafiziklik haqiqatni cho'nqur tushunib, orif bo'lganligi, ya'ni uyg'onganligini iqror qilgan. Uning orifligining ma'nosi texmo keng haqiqat mazmunini o'z ichiga olgan. U o'zining ma'naviy musofasida ro'shan holda uyg'onganligi munosabati bilan texmo ma'nili qilib, 60 yoshdami g'aflatda qolgan kishini zimin larzasi bilan taqdir zilzillarimi uyg'otolmaydi deb aytgan. Shoir Ro'zi Said 1998-yili 55 yoshida yozgan Beg'ishlama nomli she'rida o'zining real dunyoga munosabatlik haqiqatni xato to'nganligini ham ilgarki xato ijodiyat muddasi haqidagi pushaymonlik hissiyotini nihoyatda dodil holda mundaq ifodalagan. Qalamni har muqomga yo'rg'alatdim, mayliga qo'ymay. Tarixni tog' qilib yozdim, g'ulashni bir ilik qildim. Texi oyg'ir g'unonlabdi dedim, qumlar chechaklabdi. Demak, ilhomni yolg'onning chirog'iga pilik qildim. Yeshim 50dan oshganda dedim, bas, haqni so'zlayman. O'zimni zoti mansurdak qulohu jandilik qildim. Bilinglar ushbu yozmamdan mening holimni o'g'lonlar, ketarman beajal, mayli avomni xandalik qildim. Demak, bizning 20-asr adabiyot tariximizda haqiqat ustida qayta o'ylanish, reallikni yangi boshdan to'nish orqali haq nohaqni aniq anqaragan, shundaqla o'zlarining haqiqat qarshidagi bu xil ro'shan o'zgarishni mardona holda qog'oz yuzida tan olgan adiblarimiz mening bilishimcha yuqorqi 4 zot.
Şərhning mutafakkiri Kongzi yeshim 60ga yetganda boshqalarning so'zining haq nohaq ekanligini shu an anqirib oladigan bo'ldim degan ekan. Balkim 60 yosh haqiqatni to'nish yeshi bo'lsa kerak. Yosh 60 ga ulashmay turib haqiqatni to'nig'ili, cho'nquri tushangili bo'lmaydi deb kesib aytqilim bo'lmaydi albatta. Chunki haqiqatni to'nish masalasi ha degandila yoshga bog'liq bo'lavermaydi. İnsoniyatning tafakkur tarixida yosh qiron chaqlartila haqiqatni ajoyib aniq to'nigan, cho'nqur tushungan talay adiblar o'tgan. Haqiqat degan nima? Degan bu masalaga mutafakkirlar mundaq 3 jihatdan aniqlik berishdi. Haqiqat muqarrar qonuniyat. Haqiqat logika. Haqiqat insoniyat aql farosatining manbasi. Bu yerdagi muqarrar qonuniyat turlik tuman shay'lardagi muqarrar qonuniyatni, logika bo'lsa tafakkurning logikiligini, aql farosatining manbasi mangulik samoviy aqlni ko'rsatadi. Bir eg'iz so'zga yig'inchoqlaganda fikr chin bo'lsa, ya'ni fikr bilan reallik birdek bo'lsa, mana bu haqiqat bo'ladi. Odatda chinlik, yaxshilik, go'zallik haqiqatning o'lchami sifatida ta'kidlanadi. Logika chinlikni, san'at go'zallikni, etika yaxshilikni maqsad qiladi. Haqiqat subyektivning mosligi, birdaklikni ifodalaydi. Safsata obyektiv shay'i va uning qonuniyatlarining burmalangan inkosi bo'lib, subyektiv bilan obyektivning bir-biridan yiroqlashishi, bo'linishini ifodalaydi. Muayyan doirada muayyan obyektiv shay'iga qarata haqiqat hamon haqiqat, safsata hamon safsata. Ularning o'tirisida mohiyatlik farq bor. Lekin falsafa nuqtasidan aytganda haqiqat bilan safsata bir-biriga to'yinib mavjud bo'lib turadi. Ularning mavjudligi bir-birini oldingi shart qiladi. Haqiqat bo'lmasa, safsata bo'lmaydi. Safsata bo'lmasa, haqiqatmi namoyon bo'lmaydi. Mutafakkir olim Abdushukur Muhammad Emin yo'qlik borliqning eng nupuzli baholag'uvchisi degan edi. Mushu ma'nodan aytganda, yolg'onning ma'nosini tekshirib chiqish haqiqatning ma'nosini tushunib olishimizga yordam berdi. 20-asr Uyg'ur adabiyot tarixida jadidlik bayrog'ini ko'tarib, milliy uyg'unish harakatini shakllantirgan mutafakkir islohotchi Abduqodir Domollam 1910-yil yozgan Nasihati Amma nomli asrida bu zaman g'aflat va beparvolik zamoni emas, uyg'unish va sezgurlik zamonidir. Johillik va nodonlik davri emas, ilm ma'rifat davridir. Susluq va bekorlik vaqti emas, tirishish va g'ayrat vaqtidir. Boshqa millatlar ilm va ma'rifat soyasida havoda uchib parvoz qilmoqda. Suv ostida bo'lsa, xuddi quruqlikda yurgandek erkin uzishmoqda. Biz tehi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu o'limning birodari va muqaddimasidir. Bu holatda doim uxlamoq yo'qolish va o'lim yo'lidir. Hali ham vaqt va fursat bor, deb cho'qan solgan. O'zini ko'kda yulduzlar yanar, yerda faqat shoir yanar deb xarakterlagan o't yurak shoiri Abduxoliq Uyg'urmu 1930-yillarning 5-ida yozgan bu she'rda nodonligimiz, beparvoligimizga qattiq ichinib, keladi bir kun pushaymon qilasan, tahdigi gapning shu chaqda yetsan, xat desam u chaqda ulgurmay qolur, shunda Uyg'ur so'ziga tan bersa deb kesib aytgan. Biz Abduqodir Domollam bilan Abduxoliq Uyg'urning bu xitoblarida aks etgan tarixiy haqiqatga gumon bilan qaraya olamizmi? Aql ko'zi ro'shan bu ikki o't yurak adibning dono hukmi ijtimoiy reallik o'z ichiga olgan muqarrar yuzlanishni cho'nqur kuzatish va tushunish orqali yakunlangan logikalik tafakkur emasmi? Ular nima uchun zamondoshlariga qaraganda shuncha cho'nqur ham dono o'ylay olgan? Bu yerdagi ro'shan sabab shuki, ular o'zlarini mavjud krizisning oldiga qo'yib, uningga dodil yuzlanib va uni cho'nqur tushunib tafakkur qilg'achqa haqiqat hisoblanadigan fikrlarni o'tirg'a qo'ya olgan.
Kirzis emi yo'q odamning haqiqat bilan bo'lgan orliqi to'limi jiroq bo'ladi. Bilishimiz kerakki, samoviy haqiqatdan tashqari har qanday haqiqat mutlaq bo'lmaydi. Shunga har bir shaxs, har bir qavmning o'zlarining tarixiy kechirmishlariga, ijtimoiy ahvoliga yarasha turli g'oya maqsadlari bo'ladi. Ashu g'oya maqsad ularning nazaridagi haqiqat mash'aliga tutashgan bo'ladi. Bu haqiqat mash'alini har bir kishining farq etish iqtidori, tushunish qobiliyati o'xshash bo'lmaydi. Buningga tutgan pozitsiyasimi har xil bo'ladi. Haqiqat mash'alini dast ko'tarib, o'z qavmining hayot yo'liga nurani yo'l tushirib yashash ko'yida kurash qiladiganlarmi bo'ladi. Haqiqat mash'alini o'chirib tashlash malakchiligida bir umr do'liga apkash ortib, ikki chelak yundini ko'tarib yuradigan nokaslarmi bo'ladi. Haqiqat nima? Sapsati nima? Parvoyi pelak holda bir umr oshqozonining g'amini yeydigan, Aristotel aytgandek, yashash uchun emas, yeyish uchun yashaydigan arzimas kishilarning bo'ladi. Agar chin ma'nosi bilan tushunadigan bo'lsa, adiblar hargiz odatdagi kishilar emas. Agar adiblar adibligini mas'uliyat deb bilmay, obro'y, manfaat deb tushunadigan bo'lsa, tubdan xatolashgan bo'ladi. Unutmaslik kerakki, muayyan davrdagi adiblar o'z millatining ruhiyat dunyosini haqiqat mash'alining nurani sho'lasi bilan yoritish vazifasini ustiga olgan bo'ladi. Ular xalqning yadroliq manfaatini va qimmat qarashini tushungan. Navbatdagi milliy ehtiyojni o'zining maqsad muddasiga aylantirgan. O'z mas'uliyatini aniq to'nigan. Bu xil mas'uliyatni ado qilishdan hargiz bosh tortmaydigan bo'lishi kerak. Har bir davrning, har bir jamiyatning o'ziga xos xarakteri bo'ladi. Adiblar davrning mohiyatini aniq to'nishi, jamiyatning tomirini mohirlik bilan tutishi lozim. Adiblarda davrning mohiyatini aniq to'naydigan o'tkir did, jamiyatning tomirini tutish jihatdagi alohida sezgirlik bo'lmaydi ekan, o'z qavmining qalbining cho'nqur qatlamlaridagi da'vatni hargizmi his qila olmaydi. Ana xalqining qalbidagi bilinar bilinmas pichirlashlarini anglashga qodir bo'la olmagan adib o'zining yashash maqsadini mangu qimmatga ega qila olmaydi. Undaq adib arzimas qo'ylarda so'kildab, so'rin sahnlarda kapildab, to'n kiyish malakchiligida quruq shuhrat g'ayribi bo'lib, o'zinimi, o'zgalarnimi aldab o'taverdi. Oxirgi hisobda tarix tarafidan supurib tashlanadigan axlat adib qatoridan o'rni oladi xolos. Haqiqiy adib haqiqatga e'tiqod qilish, haqiqatni izlash, haqiqatni suyish jihatda avangardlik ruhga ega bo'ladi. Alohida ijtimoiy, tarixiy sharoitda yashab turibmi, haqiqat izlash jasorati yo'q adib kitobxonlarni bakla umidsizlantiradi. Men bundaq adiblarni axlat adiblar deb atashni muvofiq deb qarayman. Haqiqatni sapsati bilan bir takiga bosh qo'yg'izish maqsadida nikoh o'qib yurgan adiblarni bo'lsa, ahmaq adiblar deb atashni muvofiq deb qarayman. Albatta, bu ikki xil adib mening nazarimda haqiqatni xohlagan bahoda setib hajlab odatlanib ketgan hayonkash adiblardan afzalroq. Chunki u ikki xil adib kunlarning birida haqiqat oldida tiz bukib pushaymon yoshlarini to'kishi ehtimol. Ammo haqiqat hayonkashlarni qutqizish ba'si mushkul. Men nazarni haqiqatga tikkan, haqiqat ustida izlangan, haqiqatga e'tiqod qiladigan, muayyan haqiqat qarshiga ega, haqiqatni suyadigan, haqiqatni o'xshamagan darajada bo'lsa-mu tushungan, uni ifodalashga o'zining atagan adiblarni dodil fikrlik adiblar, cho'nqur fikrlik adiblar deb ikki xilga ayirib tushunib baxdim. Dodil fikrlik adiblar haqiqatni so'zlash jihatdagi jasurligi bilan o'qirmanlarning qalbini so'yindirdi. Ularning tafakkuri cho'nqur bo'lmasa-mu, fikrlarining dodilligi bilan azimat adiblardan hisoblandi. Ularda mutafakkirlarga xos dono fikr, cho'nqur bilim, ilmiy qarash, mukammal ideya bo'lmasa-mu, xalqning ko'ngildagini diyalaydigan azimatlarga xos yorqin xoslik bor. Ular mustaqil ideya, yangicha tushuncha,
pishqan qarashlari bilan zamondoshlarining aqlini uyg'otolmasimi, mardona cho'qin sadolari bilan zamondoshlarining qalbini hayajonlantirib, hissiyotini urg'uta oladi. Haqiqatni suyish, haqiqat uchun kurash qilish jihatdagi fidokorlik bilan ular gohida kishining mastiga kelgudek darajada ajoyib kuchli bo'lib ketadi. Gohida kishining ichi og'rig'idek darajada ojiz o'rniga tushib qoladi. Ammo hargiz sharmanda o'rniga tushib qolmaydi. Bir qavmning yadrosini tashkil qilguvchi munavvar ziyolilar to'piga hayotiy kuch bag'ishlaydigan energiyani dono fikrlik, cho'nqur bilimlik, mustaqil ideyaga ega mutafakkur adiblar yetkazib berdi. Bu xil adiblar nihoyatda sanoqli bo'ladi. Ammo ularning ta'siri bakmi cho'nqur ham uzoq bo'ladi. Ularning fikri, ideyalarini bir qavmning uyga-uygalardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Biz Yusuf Has Hojibning o'lmas asri qutatqu bilikning qimmatini oradan ming yillar o'tgan bugungi kunda ichimizdan qoyil bo'lgan holda tan olmoqdamiz. Uning qavat-qavatlariga singan tafakkur durdonlari bilan ideya ushqunlari ko'z oldimizda bir mukammal ideal jamiyatning modelini namoyon qilmoqda. Haqiqatan bir mutafakkur adib bir millatning tarixida parlaq moyakdak yinib millat a'zolarini kelajakda duch keladigan ofatlardan ogohlantirib, ular tirishsa erishalaydigan omadlardan bishorat beralaydi. Ular bu xil ruhli va salohiyati bilan millatning ma'naviy dohilariga aylandi. Meningcha dodil fikrlik azimat adiblar bilan cho'nqur fikrlik mutafakkur adiblarning kunlarning birida pushaymonlik hissiyotda o'kinib asar yezishi kam ko'rilsa kerak. Sababi ularning o'tkir ko'zlari yiroq-yiroqlarda chaqnayotgan haqiqat yulduzlariga adashmay tikilgan. Ularning barmoqlari haqiqat mash'ilining dastisini boshdan oxiri bo'shashmay mahkam tutgan bo'ladi. Odatda biz haqiqatni to'nish boshqa masala, bilim saviyasi bilan tafakkur qobiliyati boshqa masala deb tushunamiz. Mushmandan aytganda, adiblarimiz nima uchun pushaymon qiladi degan masalaning mohiyatini tushunishga ozroq yaqinlashqili bo'ladi deb qarayman. Odatda bilim qurilmasi mukammal, ammo haqiqat haqidagi to'nishi mujmal olim adiblar hammala davrda, hammala joyda uchraydi. Biz maqolamizning bosh tema ehtiyojini chiqish qilib turib, adiblarning bilim mahorati bilan haqiqatni bilishi o'tirisidagi munosabatga nazar solsaqmi, muayyan bilim mahorat hozirlagan, ammo haqiqatdan yiroq adiblarni xeyli ko'p ko'ramiz. Buning sababi shuki, yeziqchilik oldi bilan bir xil mahorat. Nurg'un adiblarning yeziqchilik mahorati bo'lsa-mu, mutafakkurlik salohiyati hozirlanmag'achqa, so'z vodisida ezqib yurguchilar qatorida qo'ldirilib yuraverdi. Yana bir qism adiblarning muayyan bilim qurilmasi bo'lsa-mu, bilish maqsadi oydin bo'lmag'achqa, ya'ni kim uchun yezish, nima uchun yezish tushunchasi oydin bo'lmag'achqa, har muqamga yo'rg'ilab, oxirgi hisobda mag'lubiyatchiga aylandi. Shunga bir kishida bilim va mahoratning bo'lishi uning haqiqatni to'nig'anligiga barobar deb tushunishga hargizmi bo'lmaydi. 2010-yili 8-oyda yozildi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Maqolaga kirishtirilgan muzikani Dilfirzxani ishlagan. 2019-yili 10-oyning 31-kuni Janvar unga elindi.